Urushmoqchi edim o'zi. Mana boks bilan endi kimligini aytsam hozir u ham shu bo'ladi. Ha, ayting, shu bo'lgani yaxshi. Urdi-ku. O'zingizlar aytinglar. Nikolin urdi. Ha, erka bilan to'xtar bilanmi? Men bilan qo'yishsin deyman. Kulachkada, yo professional boksda. Xolasa mana kulachkada, xolasa professional boksda, xolasa MMAda. Endi unga hozir как бы anaqa bo'lib qoladi. Xuddi PR ishlayotgandek bo'lib qoladi. Vizif tashlaganday bo'lib qoladi. Ha, vizif qilmayman, gapirmayman, lekin endi u ham trenirovkaga yuribdi-yu. Yaxshi bolalar bilan anaqa. Lekin ancha o'sgan, to'xtar. Tayyorgarlik 2 mahal trenirovka qiladi. 2 mahal professionalni. Urushsa bo'laveradi masalan. Lekin yaxshi jang bo'ladi. Ko'pchilik media deydi, lekin bu professionalni qotni hamma narsani. To'ppa-to'g'ri. Professionalni qotdi. Bu mediaga kirmaydi. Mediaga kirsa endi har zamonda qilib qo'yadigan odamlar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mediaga kirish uchun tushunmayman, qanaqa tanilgan bo'lish kerakmi? Masalan, ko'p bayislar qanaqa bu aktyor bo'lish kerak, qanaqa bo'lish kerak? Media deyshadi, men ham yaxshi anaqa ko'raman. Har zamonda endi turadigan bolalar bo'lsa kerak. Mediasini kuchaytirish degani shu. Yo'q, media u taniqligingiz, lekin men o'ylayman, mediyniy bayislar masalan mana aktyorlar, masalanda to'g'rimi? Boshqa bir anaqadagi sohadagi insonlar, masalan mana siz chiqib turib mediyniy yaxshi ursangiz ham mediyniy bayis hisoblanasiz. Masalan, blogerlar masalan ular mediyniy deb masalan shunaqa bayislar bor. Ancha-muncha blogerlaringizga dam beradi-da mediya. To'g'risi. To'g'ri. Bor-ku shunaqa sportsmenlar. Hozir ular media bayis bo'ladimi yo qanaqa bayis bo'ladi, o'shani tushunmayman-da. Ular haypashor bo'ladi. Ha? Haypashor bo'ladi ularning. Yo, media bayis deydi. Bizani ham o'zimizga yarasha masalan mediamiz bor, muxlislarimiz bor. Biz ham shunda media bayisiga kiramiz. Ya, endi sizlar endi media bayisi boshqa toifadagi jangchilarga aytilyapti-yu. Hozir endi hype'ga, o'sha trash talklarga ko'proq e'tibor bergan yoki sportdan uzoq bo'lib turib, yakka kurash olamiga kirib kelganlar. Meni ham masalan qo'limdan keladi, mana trash talk qilish, hype qilish, o'qiraman. Prosta qo'rqaman men. Ertaga uni javobi ham bor. Javob bera olmasangiz, keyin chiqardi yomonni. Undan ko'ra jim tur, naryoqda chiq, boringni ko'rsat, keyin gapirsang bo'ladi. Siz qanday qaraysiz bunaqa toifadagi jangchilarga? To'g'risi aytsam, bloger sifatida. Men blogerman to'g'ri, lekin men professional trenirovka qilman. To'g'ri, men buni ko'rmadim lekin. Men ertalabda, kechda trenirovka qilman. Bilmayman qanaqa chidamanmi, men lekin shu professional bolalar bilan qilyapman.